Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 1-may 2026-yil kunida mana shu sariq barzella piyongulimiz ochildi. Qolganlari ham mana buncha shaklida sekin-asta ochilishi boshlandi. Avvalgi videomizda ko'rsatgan edik, mana shu uchlik bo'lib turgan g'unchasi mana sekin-asta ochilishyapti. Mana shu barzella piyongulimiz. Mana shu dumaloq shakldagi esa mana hali ochilmadi, lekin kattalashyapti bu. Juda ham nafis holatda ochilibdi. Juda ham chiroyli.